Assalomu alaykum, foydali maslahatlar kanalining muxlislari. Mumiyodan uy sharoitida foydalanish. Mumiyoni yuqorida zikr qilingan moylar va shifobaxsh o'simliklar sharbatiga aralashtirish uchun o'rtacha olovdagi suv hammomidan foydalanish maqsadga muvofiqdir. Buning uchun biror idishga suv to'ldiriladi, so'ng suvga dorivor aralashma solingan shisha idish solinadi. Shu tariqa aralashma bo'tqa holiga kelguncha qaynatiladi. Shisha idishdagi aralashma metall yoki shisha tayoqcha bilan yaxshilab aralashtirib turiladi. Mumiyoning suvli eritmasini olish uchun uning quritilganidan 5 gram olinib, havonchada kukun holiga keltiriladi. Uning ustiga 100 ml iliq distillangan suv dorixonalarda bor quyiladi va aralashtiriladi. 5 daqiqa o'tgach eritma 2 qavat doka orqali suzib olinadi. Shuningdek, shisha idishga, menzurka yoki sklanka 500 ml iliq distillangan suv quyilgach, 5 gram mumiyo kukuni qo'shiladi. U biroz sindirilgach, tayoqcha bilan aralashtiriladi, keyin dokadan suzib olinadi. Bunga umumiy hajmi 500 ml bo'lgunicha suv qo'shiladi. Mazkur eritmadan ko'z tomchisi sifatida ham foydalanish mumkin. Distillangan suv 15 daqiqa mobaynida qaynatiladi va uning harorati 70 ga keltirilgach, kerakli miqdorda mumiyo kukuni qo'shilib, 1 sutka qoldiriladi. Suzib olingach, kerakli hajmga yetkazib, suv qo'shiladi. Mumiyoning suvli eritmasini 1 kundan ortiq saqlash mumkin emas. Mumiyoni spirtdagi tindirmasini olish uchun uni kukun holiga keltirib, jigar rangli idishga solinadi. Uning ustiga 20% spirtdan 70 ml qo'shiladi va 7 kun saqlanadi. Sutkasiga 2 marta aralashtirib turiladi. Keyin tindirma boshqa idishga quyib olinadi. Mumiyoning spirtli tindirmasini 2 yilgacha saqlash mumkin. Eslatib o'tamiz, onkologik kasalliklarda mumiyodan foydalanish man etiladi. Shu bilan birga mumiyo yordamida davolanish paytida spirtli ichimliklarning har qanday turini ichish taqiqlanadi. Shuni yodda tutish kerakki, mumiyo foydali ekan deb uni me'yordan ortiq iste'mol qilib bo'lmaydi. Har narsaning me'yori bo'lgani kabi, mumiyoni qo'llashning ham chegarasi bor. Undan foydalanishning me'yor va tartiblarini kasallikning og'ir-yengil holatiga ko'ra mutaxassis shifokor belgilaydi. Shuning uchun mumiyodan foydalanishdan oldin har kim o'z qarichi bilan o'lchamasdan shifokor maslahatiga amal qilsa, ko'zlangan maqsadga erishadi. Salomat bo'ling.